O'nli kasrlarga bir nechta misollar keltiramiz. Demak, o'nli kasrlar deb maxraji o'n, yuz, ming va hokazo, ya'ni bir va nollardan iborat bo'lgan sonlardan tashkil topgan. Demak, birinchi misolimiz 100dan 1, 10dan 3, 100dan 15 va shunga o'xshash kasrlar. O'nli kasrlarni biz bir satrda ham yozib, virguldan butun qismini ajratamiz. To'g'ri kasr bo'lgani uchun uning butun qismi 0 ga teng bo'ladi. Virguldan keyin agar maxrajida ikkita 0 bo'lsa, demak virguldan keyin ham ikkita raqam qatnashishi kerak. Agar bitta raqam suratida bitta raqam bo'lsa, uni nollar soniga tenglab oldiga bir 0 tushiramiz va o'nli kasr ko'rinishda yozganda 0,100dan 1 deb o'qiymiz. Keyingi misolimizda demak maxrajida bitta 0, virguldan keyin bitta raqam qatnashadi. 0,10dan 3. Keyingi misolimiz 100dan 15. O'nli kasr ko'rinishda yozganimizda 0,100dan 15. Endi keyingi misollarimizda teskari amalni bajarishga kirishamiz. Bunda o'nli kasrlarni oddiy kasrlarga aylantiramiz. Masalan, 0,10dan 5. Demak, bu sonda virguldan keyin bitta raqam, demak oddiy kasr ko'rinishida birdan keyin bitta 0 yoziladi va 0dan keyingi raqamni suratiga ko'chirib yozamiz. Mana biz o'nli kasrni oddiy kasrga aylantirdik. Shunga o'xshash qolgan misollarni ham bajaramiz. Demak, virguldan keyin bitta raqam, bu birdan keyin maxrajida bitta 0 yoziladi. 0,100dan 7. Ikkita raqam virguldan keyin bo'lgani uchun maxrajida birdan keyin ikkita 0 yoziladi. Shunga o'xshash misollarni keltiramiz va ularni oddiy kasrga aylantiramiz. Qoidasi oddiy va yodda saqlashga qulay. Agar o'nli kasrda virguldan keyin 3 ta raqam bo'lsa, bu suratiga sonni yozib, virguldan keyin sonlarni yozib, maxrajiga birdan keyin 3 ta 0 yozamiz. 1000dan 173. 0,1000dan 173. 4 ta raqam bo'lsa, virguldan keyin, demak maxrajida birdan keyin 4 ta 0 yozamiz. 10.000dan 2564. Va oxirgi misolimiz 0,1000dan 1. Demak, suratida bir raqam, maxrajida 3 ta 0.